2015-yil bularda tarqoq skleroz tashxisi tasdiqlangan. O'shandan beri lecheniya olib yuradi. Bular 2 yil Rossiyada ishlab kelganmidingiz? 3 yil Rossiyada ishlab kelgan. Rossiyadan kelganda o'shandan keyin sekin qo'llari, qo'llarida holsizlik, kuch kamligi bilan boshlangan. Tekshiruvlarga borgandan keyin tarqoq sklerozi tashxisi qo'yilgan va o'shandan beri diagnoz o'zgarmagan va shu holatda lecheniya olib keladi. Bemor o'sha boshida yurgan, harakatlangan, faqat kuch kamligi, ozgina uyushishlar bilan shikoyat bo'lgan. Keyin sekin shu oyoqda, qo'lda kuch kamligini sezib, bora-bora mana avval uyda hassa bilan yurardi. Hozir oxirgi 3-4 oydan beri to'liq deyarli o'tirish, yotoq rejimiga o'tib qolgan. Bu kasallik o'zi progressiv bo'lib ketaveradi, to'liq. Rivojlanib ketadi. Faqat rivojlanish bilan progressiv. Bu narsani endi yaxshi taktikasi nima qilish kerak? Birinchi o'rinda bu kasallikni muzlatish yo to'xtatib turish. Bir hafta 5 kun davomida simptomatik, patogenik dorilar olib borilamiz va immun sistemani o'sha yana jaydar qilib aytganda muzlatish taktikasini qilinadi. Ya'ni buni rituximab dorisi qo'yiladi. Bu bo'yicha bizning mutaxassisimiz bor. Sxemasini, taktikasini tushuntiradi va quyam bularga xudo xolasa qo'llaymiz.